Assalomu alaykum bolalar. Bugun so'zlaydigan darsimiz endi ikkinchi kontroller, ikkinchi bir muhim ham ko'p ishlatilgan kontroller battani, battan. Ham battan degandan keyin uyg'urcha bo'lsa knopka degan so'z, knopka degan. Ham knopka deganimizni hammamiz bilamiz, amaliy turmushda masalan tokni o'chiradigan knopka yoki ma'lum bir qayg'anni masalan, ma'lum bir masalan bosadigan knopka. Demak, bunada ham masalan tokni o'chirish uchun ma'lum knopkani bosamiz, shundaymi? Bir bassak ucunu, bir bassak yanıdı. Mesela televizorunu yıkış için mi, mesela kompütürünü yıkış için mi, kompütürünü yıkış knopkasını basmamız. Andaki ama şu knopka tahtisi dep koymuş. Yani o knopka tahtisi neymiş kıldı sana nurgun knopkalar var biz basmamız. Demek hem de bu knopka degen nesli de hem de besiş degen bir şican yüz berdi, besiş degen bir hareket yüz berdi. Onda olsa bu battaniki en çoğun alaydıkıymış ya. Battaniki en çoğun alaydıkıymış. Daha sonra buna deki arkanda bir Android konjeni öğrengen çağda İslam'da bolsun hem de yeni bir Android konjeni kesin. Maili o zıdan yıkılan mesela maili başkalar yazıp mesela başka kontrollerden yazıp ya ki view'ne yazıp öz şekillendirgen kontrol olsun ya ki sistemi de ezelden bağ kontrol olsun. Bununki aldı bilen çok bir kiliş menbesiga biz qarab beqishimiz kerak. Zaten kiliş menbesi nereden kelgan bu? Qaysini jichon qilib kelgan shunami? Shuni qarab beqishimiz kerak. O'xshashlar bir battanni hamda kontrolni besib qaraydigan bo'lsak aldı bilen qayerda shundaymi public class Android Widget'ni ichida shundaymi men nurg'un kontrollarni oldin soat so'zlagan men Widget'ni ichida bo'ldi nurg'un kontrollar button shundaymi extends extends qaraydigan Android Widget Textio dedi Textio dedi demak bu endi Textio'ni jichon qilib kelibdi bu Textio'ni jichon qilib kelibdi undan so'ng buni qanday degan so'z desanglar undan so'ng bu bir chekli bo'lgan button chekli bo'lgan bitta tekst yo'q. Shundaymi? Chekli bo'lgan bitta tekst yo'q. Endi hozir tuvanda biz buni qanday ishlatimiz ko'rib baqilay, qanday ishlatimiz. Endi bu buttonniki tekstiyodun kelganligini hemen bildik. Tekstiyodun kelganligini hemen bildik. Endi buttonniki aniqlanish so'raymiz naqa button deb yozamiz. Menga oldin qaytim biz tekstiyo deb yozgan, shundaymi button deb yozamiz. Button deb yozgandan keyin bunga o'xshashlar, masalan, chiqarmoqchi bo'lgan tekstiga Android text deb beramiz, Android text deb beramiz. Masalan, bu yerga biz har xil masalan click me deganga o'xshash, degan click me deganga o'xshash shunda her xil so'zlarni bera olamiz ham sheyga. Bu nega chiqadi desanglar qaraydigan bo'lsak, bu o'ziniki knopkani ustiga chiqadi, knopkani ustiga. Qaraydigan bo'lsak, avtomatik shu amaliyotda bir tekst bilan bo'lgan farqi nima desanglar, buniki bunda qipi bor, buniki bunda bir qipi bor qaraydigan bo'lsak. Unda esa bu qapniki shu buttonniki shu tekstni qaytadan yozish jarayonida, masalan, jichon qilib qaytadan yozish jarayonida o'ziniki olgan bir nimalar, endi undan so'ng buttonniki biz muhim o'rganib olgan ikkita xoslik bor. Birisi enable. Qaranglar. Ma'lum bir buttonni ishlasin yoki ishlamasin desak, biz unda bo'lsa, masalan, true nima tushuntirmay turadi, false nima tushuntiradi. False altini qaraydigan bo'lsak, false qilib qaraydigan bo'lsak, bu button qaranglar bir chekilmaydigandek holat ko'rdi, xuysi holat ko'rdi, kulrang holat ko'rdi demak. Bu unda bo'lsa, bu buttonni ijro qilgan bo'lsak, chekilmaydi degan so'z. Bu button garchi ekran ko'rinsa-mu, chekilmaydi degan so'z. Andiki yana birsi unda bo'lsa, buniki chekilish holatini biz chekilish harakati qaranglar. Chekilish harakati unclick shundaymi? Unclick degan chog'da endi bu yerga biz esingizda bo'lsin, bu yerga cho'qim string qimmat keldi. Bu yerga string qimmat kelgan chog'da cho'qim shu o'z turishlik activity, shundaymi? U view'ni misol olmaydi, view'ni. Odatda bu ikonni biz ko'p ishlatmaymiz. Odatda hozir unclick degan funksiyasini ko'p ishlatmaymiz. Endi buttonniki boshqa xosliqlarning hammasi tekstga o'xshash, tekstga o'xshash. Qanday desanglar, masalan, buniki o'xshashlar biz text size'ni, shundaymi? Text size'ni, mana text size masalan 30 sp desak, buniki o'xshashlar text colors'ni masalan qizil desak, shunga o'xshash bularni hammasini biz tekstni tanishiy olamiz, mana tanishiy olamiz endi. Unda bo'lsa bu buttonga button 1 deb ID qo'ydik. Unda bo'lsa bu buttonniki tog' chekilish rejiyansini qanday olamiz, bilaman. Mao hamda bevosita shu view emas, odatda bevosita ma'lum bir konjeniga qaraydigan bo'lsak, 3 xil go'zalgan shosi bor. Birinchisi Mao.
Tushunarlimi? Bizniki navbatda bayatdan ishlatganimiz. Ikkinchisi hamda mana qaraydigan bo'lsak, bu nereden kelgan desanglar, bu hamda shu nima attribute degani, attribute set degani shu nimada aniqlanib kelgan bu amaliyotda biz sozuvchininki o'zi shu layoutni ichida biz aniqlagan chog'da avtomatik deyon qildiganlarniki birsi, deyon qildigan go'zalxon shularniki birsi. Yana bir xili bo'lsa, ma'qul. Ma keyindikisi default style degan so'z. Bottoniki masalan navbatdagi shu mayli navbatdagi Android sistemimizniki har xil Juti deb qo'yamiz-ku biz. Agarda biz o'zimizni muqim Juti belgilamasak, unda bo'lsa bu navbatdagi default style sisteminiki navbatdagi default stylesiga asosan mush bottoniki ba'zi knopkaning shakllarini degandek belgilaydi. Masalan, ba'zi sistemaga ba'zi Jutilarni qachilsak, ba'zi ying-yonglardagi ba'zi knopkalarniki shakli o'zgaradi, Demak, shu go'zalxon shu orqali bayatdan ko'rsatgan biz shu go'zalxon shu orqali bu ba'zi xosliklarni shu yerdan o'qib bilib, ba'zi knopkaning ranglarini shu yerdan o'zgartdi degan so'z, navbatdagi bizning knopkani o'zgartdi degan so'z. Hamda biz unda bo'lsa o'zimizniki masalan XML da aniqlagan bottonni unda bo'lsa qanday olamiz? BTM 1 deb qo'yaylik men. Unda bo'lsa buni o'xshashlar tekstiyoni aniqlaganga o'xshash, tekstiyoni olganga o'xshash find view by id orqali biz o'zimizniki shu botton birni olamiz. XML'dagi botton birni olamiz. Hamda bunikiga hamda biz bayatdan dedik bottonniki eng cho'nladiki shu shijen dedik. Unda bo'lsa bunikiga qaraydigan bo'lsak, unda bo'lsa qanday shijen yozamiz degan chog'da set on click degan funksiyasi orqali set on click funksiyasi orqali bir tal hamda bu J-koddan birni hamda yozamiz. Buni keyiniga hamda new deb J-kodni aniqlashimiz kerak. Bu new bu J-kodning ichida qaraymiz on click deb bir tal funksiyasi bor. Bu J-kod viewning ichida. Bu hamda bu rasl qaraydigan bo'lsak, mana interface tushunamiz. Shu haqiqat static interface deb view deb bir tal. Buni ichiga qaraydigan bo'lsak, on click deb bir tal funksiyasi bor. Mana on click deb bir abstract funksiyasi bor. Buni biz J-kodda menshanda so'zligini. Hamda ma'vo nima oldi desanglar, odatda biz ma'ni naminglay deb qo'yamiz. Mana ichiga yozganni naminglay deb. Ismi yo'q lay degan so'z. Ismi yo'q degan. New deblar masalan keyiniga masalan new deb bundal boshlab kelsak, bu naminglay bo'ldi. Naming. Mao naminglay deb qo'yamiz mana endi. Buni o'zimiz amaliyotni yozamiz. Masalan, ma'lum bir laydan birini qursak, my class deb ma'lum bir laydan birini qursak, unda bo'lsa biz miyada masalan new my new my class deb biyosda bundal qura olamiz. Mana bir bizniki naminglay bo'ldi. Unda bo'lsa my classning ichiga men ma'lum bir harakatdan birini yozsam, public masalan int add deb masalan int a int b deb bundiki bunga return a b deb yozay. Bunda deb yozsam, buni keyiniga biz naminglayni keyiniga BIOS chekish orqali qaraydigan bo'lsak, buni BIOSlar int a b masalan 2 qo'shilgan 3. Tushunami? Buni orqali yoza olamiz. Amaliyotda biz hech qanday dushanni shakllantirmadik emas, shakllantirdik. Qaranglar. Bu hamda ismi yo'q dushan. Buni sozuvchidan shu o'zi bir taraf qildi degan so'z, Biz new deb urib kelsak, lekin buni hamda shunda faqat birla o'zimizniki hamda yozishga bog'liq buni. Masalan, navbatda men birini ishlatardim, tushunami? Undan so'ng men mani keyiniga masalan mani keyiniga intni qaytarmayman. Bu yerda sys out masalan
A qo'shilgan B deb chiqarayotgandan keyin manikiga mana shu my classni qayta olsam nima bo'ldi? Unda olsa return this. Shunami? This orqali biz navbatdagi klassniki dushansini ola olamiz degan so'z. Return this desa, men niyat nima bo'ldi desa, qaraydigan bo'lsak, men addni shunami? Addni keyiniga men yana davomli qaraydigan bo'lsam, addni urib manaverman. Ba'zi layla qaraydigan bo'lsak, shunday qilib chekib turib manaverdi. Ba'zi masalan bo'lib mulqina page'ni bitirib page qilgan chog'da, demak, masalan, shunday chiqadi degan so'z. Naming lay, ma'lumda ichidagisi naming layniki biz ma'lum bir unclick degan naming laydan birini unclick listener degan J-code'dan birisi bor. Bu qaraydigan bo'lsa Android View ni ichidagi view. Barliq viewlarniki taq chekilishi musharqlamadi. Bu bir xil hamda aniqlash usuli. Masalan, buttonni taq chekkandan keyin mishadagi funksiya ijro qilib degan so'z. Navbatdagi BTM birini chekkandan keyin BTM birini cheksak bo'ladi. O'xshash usul bilan memiyaga masalan, memiyaga BTN shikkini qursam masalan memiyaga BTN shikkini qursam masalan ma'noga bo'lsa liner layout tab Android VDC mesela match parent Android hgc mesela web content tab undan Android orientation vertical tab mana ichiga mesela mana shu view ni ilvatsam men yaratgandan keyin masalan mana button shikka shunami click button shikka shunami click button bar va yaratgandan keyin qaraydigansa biz ikki buttonni qurib oldik. Endi olsa mana button shikkiniki taq chekilishini qanday qilamiz deganda o'xshash usul bilan endi mana shunda button shikkini aniqlab mishaga biz button shikkini aniqlab Dosa button shikkiniki taq chekilishi ma'lum dosa ma'lum navbatgisi masalan button shikkini chekilish hodisasi shunami ma'lum bo'lsa button birni chekilish hodisasi shunami Endi bu bir xil aniqlash usuli. Bu har bir buttonga bir xil aniqlash usuli. Unda olsa biz oldingi soatda biz so'zlagan, J-code so'zlagan chaqda ma'lum bir layga biz J-code'ni implement qilib ekranlaymiz degan. Unda olsa navbatda biz shu masalan onclick mushu J-code'ni unda olsa men implement qilib ekrayman. Unda olsa ma J-code'ni men masalan copy qilib ko'chirib meyaga unda olsa men implement shunami implement orqali ma'lum bir J-code'ni biz ma'lum bir tipga kirish orqali shunami view cheket unclick listenerni implement qilgan zaman buning ichidagi barliq abstract funksiyalarni biz shishan qilishimiz kerak. Ma'no ichidagi misol abstract funksiya qaraydigan bo'lsak unclickni demak unda olsa unclickni shishan qilishimiz kerak. Buni oddiy shishan qilish usuli qanday degan chog'da oldin so'zlab o'tib ketgan. Mana shu tipga biribla o'sha Eclipse'niki tish qildi. Mesela shu navbatdagi abstract funksiya. Qaraydigan bo'lsak ostiga unda olsa mesela unclick deb bir tal Xanshurdan birisi yezildi, unclick deb funksiyadan birisi yezildi. Unda olsa biz navbatdagilarni mana shunda unda olsa buni biz BTNga hamda shu navbatdagi layg'li bersak bo'ldi. Hamda unda olsa set unclick listeners this desaklar bu avtomatik mashina topadi degan so'z. Shu layn topadi degan so'z. O'xshash usul bilan biz button shikkigimi mushkul usulda beralaymiz. Endi buningda diqqat qilgan shu yerimiz qaysi desanglar unda olsa shu bir viewdagi barliq shu buttonlarniki yoki viewlarning taqchiklash jinsini hammasi mush funksiyaga kirdi degan so'z. Mush funksiyaga kirgandan keyin unda olsa biz qanday farqlantiramiz masalasi chiqadi. Qanday unda olsa masalan button birniki chekilganligini yoki button shikkini chekilganligini qanday farqlantiramiz masalasi chiqadi. Unda olsa bu nayt oddiy. Biz unda olsa miyaga ma'nikini view deb o'zgartirib qo'yib turaylik. Chunki bu ma'lum viewni asos qilib viewni uchun qilib kelgan. Unda olsa
view'ga men chekib turib baqay. View'ga chekib turib baqay. Men get deb yozib baqay. Get qaraydigan bo'lsak id deb turdi mana. Get id deb turdi. Get id orqali undan bitta int qiymat qaytadi ekan. Int qiymat qaytadi ekan. int qiymat orqali qaysi idni oldi degan chaqda mushu idni oldi bolalar. Mushu isonli bo'lsa mushu idni oldi. Ya'ni mushu orning ichida har qanday bir buttonga yoki har qanday bir kontrollerga bir id berdi, muqimini bir id berdi. Amaliyotda mush qiymatni oldi. Unda bo'lsa biz buni qanday selishtirmaymiz degan chaqda id orqali qanday olsa miyaga biz oldingi soatlarda biz switchni o'rgangan, kontroller yo'nalishida biz 9 switchni o'rgangan. Switchni orqali masalan id deb mana masalan olsa men air id button 1 desam, demak ma'vo hozir navbatdagi view button 1 chekilib qolsa miya kirdi degan so'z. O'xshash usul bilan olsa men miyaga button 2 desam, button 2 chekildi degan so'z. Button 2 chekildi degan so'z. O'xshash usul bilan mush usul orqali qilaolamiz. Endi unda olsa bu ikkinchi xil usul. Battonniki taqchi ko'rishniki, elishniki ikkinchi xil usul hadis berishniki. Endi biz ba'zi chaqlarda ma'lum bir tipqa masalan o'zimiz ma'lum bir tip qurib shuningda bir taraf qilishimiz mumkin. Shuningda unda olsa biz miyaga unda olsa my on click shunama nerede be? Mesela üzerindeki onda bir on-click listener'ini kurib olayım tip qilib. Unda olsa buningga men o'xshash usulda implement this view ticket on-click listener. Shunami? On-click listener. Shunami? Endi ma'vo view'ni hozir masalan men saqlayotgandan keyin mana view'ni tonimida shundami? View'ni unda olsa men yerdan qarab baqilay. View qaysini ichida Android view'ni ichidagi view ekan. Shundami? Unda olsa men miyaga avtomatik kiritay o'zim. Unda import shundami? Android view'ni ichidagi shundami? View'ni ichidagi view'ni avtomatik kirayotgandikinlar ma'vo unda olsa ma'lum bir narsani shishan qilmadan deydi. Qaraylamsa on-clickni biz chiqdi. O'xshash usul bilan olsa men meni view deb o'zgartirib qo'yay, Unda olsa mushu navbatdagi bizniki barliq knopkalarniki taqchi kirishni bir taraf qilgan bir view bo'ldi, lay bo'ldi, tip bo'ldi. Unda olsa buni qanday qilib main activity'da beramiz unda olsa. Buni qanday qilib main activity'da beramiz. Men osti qo'yibdi mana. Buni qanday qilib unda olsam o'sha turyosin ma'quladi. Unda olsam shuni qanday qilib biz main activity'da beramiz. Ma'noda hozir navbatdagi this deb ko'rsatganimiz amaliyotda mushu navbatdagi layni ko'rsatgan. O'xshash usul bilan unda olsa men unda olsam bermoqchi bo'lgan laydan bir ta duyshan ilib, shuni bersam bo'lamdimi shega sinab boqay. Unda olsa masalan my click deb, my button click deb yozib qo'yaman. Unda new bunday deb yozay. Yozgandan keyin unda olsa men mana beray. Mana bersam bo'ladi, qaranglar. Demakki ona nima desanglar bayatdan biz this deb ko'rsatgandik, This deganimizni oldingi soatda biz mention so'zlagan, navbatdagi layning dushansini qaytardi degandik. Masalan, main activity'niki mushu ma'lum bir lay bo'lgansa, mushu class qo'y, laygo, mushu main activity'niki dushansini qaytardi degan so'z. Dushansini qaytardi degan to'g'ri. This deganimiz mushuni qaytardi degandik, mushuni qaytardi. O'xshash so'z bilan olsa biz bu yerga bir ta dushan beramiz kerak. Shundami? On-click listenerni implement qilgan bir ta dushan beramiz kerak. Yoki shuni shishan qilgan bir ta dushan. Unda olsa bizniki my on-click listener deganimizmi mushuni shishan qilgan bir ta lay. Unda olsa mush layda men bir ta dushan ilib mushuni berdim, o'xshash usul bilan berdim. O'xshash usul bilan bergandan keyin unda olsa bizniki taqchi kirishimiz unda olsa men ma'ni ammay. Marani ammay men o'chirib o'tdim. Nima o'chirib o'tgandan keyin unda olsa ma'vo
override qilmaysa ham do'stlar mana nerdan kelgan deb tonimaydi ham tonimaydi. O'xshash uslublar men buni ko'chiriblan do'stlar. Buni yana o'chirib deb ma'no gapirib menga chaplab qo'ysam bo'ldi degan so'z ham menga chaplab qo'ysam bo'ldi degan so'z. Nima degan so'z desanglar ma'qulatda hamda bir xil endi keyin kontrollarni ve hukuma qilsam bo'ldi ma'qulatda ve hukuma qilsam. Lekin odatda ko'parak holda bunda unclick listenersni biz Nebula qilib yozamiz, Nebula qilib yozamiz. Endi Nebula degan nima desanglar biz Nebula deganimiz mushu layning ichiga yozgan lay. Tushundingmi? Lay eng qisqartirilgan joyda layning ichiga yozgan lay. Ya'ni mesela miyaga yoki public desak bo'ldi, unda public desak boshqa laylarni ko'ra oladi degan so'z buni. Public demasak mesela class shunama my button click listener shunama implement this view there on unclick listeners shunama unclick listeners o'sha uslublar ne bo'lay shunama ne bo'lay buningmi masalan buningmi bizning unclickni deb shishgan qo'yayotgandiki o'xshash uslublar dosa my unclick listenersni dosa my button deganga bunday ko'parak ahvolda biz bunday o'zgartiramiz. Ko'parak ahvolda ne bo'layni ishlatamiz. Nemishki ne bo'layni ishlatamiz degan chog'da, chunki ba'zi buttonlarni chekkan chog'da, masalan, shu navbatdagi kontrollarning ichidagi ma'lum bir viewlarga har xil o'zgartishlarni olib berishimiz mumkin. Masalan, yoki bo'lmasa shu ma'lum bir tekst yo'ni qimmatini o'zgartiradigan degandek shunda o'zgartishlarni olib berishimiz mumkin. Shu chog'da bizdan do'stlar, shu chog'da biz mushu ne bo'lay qilib yozsak, demak mushu viewning ichidagi narsani ola olamiz. Buni qanday olamiz degan chog'dan do'stlar. Miyada this desak u chog'da this desak miyada bu this deganimiz ma'lumotni ustida, mana qarang, thisni biz chekib baqsak, masalan, this chekit deb masalan chekib bo'lsak, qarang, this chekit deb bo'lsak, bu this deganimiz ma'lumotni ustida. Unda olsa biz sirtidagi mushu buniki masalan sirtidagi layni ilish uchun qanday qilamiz desanglar, mushu layning ismi ne bo'lay qilamiz shunda ishlaydi. Tushundingmi? Ne bo'lay har qanday bir layga qolgan bir layga borib biz masalan my class check this desak miyada ishlamaydi. Faqat mushu ne bo'lay yana ne bo'lay bo'lgan chog'da mushu ne bo'lay o'z turishliq layning ismiga chek turib disni yozsak, shu masalan sirtidagi mushu layningki konjensini ola oladi degan so'z. Layningki mushu do'shansini ola oladi degan so'z. Mush xulosalar orqali biz layning sirtidagi layningki do'shansini ola olamiz. Isonda tutsin, qat'iy isonda tutsin, faqat mushu ne bo'lay o'z turishliq layningki ismiga chek turishni uramiz. Hargiz masalan miyaga biz hargiz masalan my classes deb bunda chek tursak xatolik chiqadi. O'zingiz sinab baqsangiz bo'ldi. My classes deb masalan my classes deb this desekmi chiqdi bu yerda. Lekin bunda qilsa bunda ishlatmaymiz, tushundingmi? Bunda ishlatmaymiz. Odatda mashina cho'qim o'zi turishliq masalan layningki o'zi turishliq layningki masalan ne bo'lay turishliq layningki ismiga chek turish orqali bizlarniki shu nimani ola olamiz, shu vertikalayni ola olamiz degan so'z. Hamda bu buttonninki eng ko'p ishlatiladigan xosliklarninki birisi shu unclick listeners emishniki, unclick listeners. Ham undan boshqa biz ba'zi buttonlarni masalan uzun chekib turgan chog'da ba'zi hujjatlar yuz berdi. Buni qaraydigan bo'lsak, buniki hamda nurg'un hujjatlar bor, mana. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, masalan unclick listenersni biz ko'rib o'tdik. Unclick listenersni miya qaraydigan bo'lsak, on long click deb turdi. Long click listeners deb turdi, mana. Andiki miya qaraydigan bo'lsak, on drag deydi, ma'lum bir so'rab kirgan chog'da, Ammo long click deganimiz bayatda men deb o'tgan, long click deganimiz uzun chekib turgan chog'da, long click. Endi bularniki hamda diqqat qilgan yerimiz oldi bilan qaranglar, ammo unclick bilan ikkisini tang yozgan chog'da ba'zi oldikayinlik munosabati bor. Nimishga aytsanglar, har ikkisi ma'lum bir knopkani chekidi. Hamda ba'zi sistemlarda hamda
Mesela Magic teng yüz berdigan ekol chiqdi, teng yüz berdigan şey chiqdi. Endi Androidda o'zingiz sinab baqsangiz bo'ldi ishni yezib, masalan, endi sinab baqsangiz qanday sinaymiz degan chog'da eng oddiy usul log qo'yiblar sinashi. Masalan, miyaga on long click shunami? Miyaga on click deb yozsanglar, masalan, bo'lsa ma'lum bir knopkani chekkan chog'da zodi qaysi burun yuz berdi yoki qaysi har ikkisi teng yuz beramdi deganda o'zingizlar eng yaxshisi mush bottanni o'rganish jarayonida mushuni izlab o'zingiz sinab ko'rib beqinglar. Men hozir deb bermayman, shuni sinab beqinglar. Qanday agarda yo'liqqan masalalar bo'lsa, to'g'ri qoldirsangiz bo'ladi. Bu hamda bottan to'g'riliq so'zlaydiganimiz, bottan to'g'riliq so'zlaydiganimiz. Buniki hamda men XML'dagi xosliklarni men ko'p so'zlamadim. Nimishga desanglar, bayatdan men ko'rib o'tdik. Bu asosiyatdan tekst yuen jichon qilib kelgan. Bundan da asosan bundan asosan tekst yudi barliq xosliklarning hammasi bor. Andaki yana bir oddiy so'zlaydiganimiz, masalan, on clicks ya. Bu bir xil qulaylik usuli. Masalan, open new deb yozsak, masalan, open new deb yozsak, lekin buni isonda bo'lsa, bu cho'qim activity-ni ichida bo'ldi, activity-ni ichida bo'ldi. Buni ma'lum bir view-ni ichiga yozib qo'ysak ishlamaydi. Buni yozgan chog'da cho'qim public yozamiz ya biz. Public yozamiz. Public void qaytarish qiymati yo'q. On click miyaga view desak bo'ldi mana. Ma'qul usuldami biz yozsak, shu masalan chekkan chog'da shu qo'zg'ol degan so'z, o miyaga on click demaymiz, miyaga on click demaymiz. Mishaga nima yozgan bo'lsak shu keldi degan so'z, funksiyani ismi shu bo'ldi degan so'z, miyaga shu bo'ldi degan so'z mana. Ma'qul usuldami biz ma'lum bir bottonga ma'lum bir taqchi kirish degansini yoza olamiz. Lekin buningga view-ni ichidagisiga yozsak bo'lmaydi. Cho'qim activity-ni ichida yuz berdi. Qan shuni activity-ni ichidan izlaydi. Bizni yozgan o'sha navbatdagi o'sha qanshurimizni, navbatdagi o'sha qanshuni bizlarni qani o'sha open new deganni bu view turishliq view'dan emas, balki activity'dan, view ko'rangan activity'dan izlaydi. Misolda bo'lsin, nurg'un oson xatolik chiqadigan yerlardan birisi, masalan, yozib qo'yib, uningga shichan qilmasak, taq chekkan chog'da yichon chiqadi. Taq chekkan chog'da chunki u funksiyani topolmay qolsa yichon chiqadi. Tushuna olaman. Bu botdan to'g'riliq so'zlaydigan mazmun.